Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan qish faslida, havo sovuq paytlarda eshitish moslamalaridan qanaqa qilib foydalanish kerak shu to'g'risida ozgina suhbat qilamiz. Qishda asosan sovuq paytda apparatlariga yomon ta'sir qilishi mumkin. Ishlab chiqaruvchilar ham apparatda yo'riqnomasi yozib qo'yadi. 0 gradusdan 40 gradusgacha havo haroratida apparatdan foydalanish kerak deb. Lekin apparatni dushmani bu narsa emas. Qishda, sovuq paytlarda apparatlar dushmani bu kondensat. Kondensat nima deganimizda, bu havo harorati birdaniga o'zgarganda, masalan, sovuq havodan issiq uyga kirganingizda apparat ichidagi havo suvga aylanib qoladi. Suvga aylanib qolgandan keyin mana bu yerda ko'rish mumkin. Suvga aylanib qolgandan keyin ovoz o'tmaydi, tiqilib qoladi. Bunday bo'lmasligi uchun biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Bunday bo'lmasligi uchun apparatni taqqanimizda imkoni boricha bosh kiyim bilan taqish kerak. Bu kondensat apparatga o'tmaydi. Kondensat kirib qoldi. Unda nima qilamiz? Bizda buning uchun alohida qurilmalar bor. Apparatni tozalash uchun, quritish uchun mana bunday to'plamlarda uni bizdan olishingiz mumkin. Mana shunga o'xshagan quritadigan vositalarimiz bor. Uni granullari bor. Kapsula ochiladi. Granula shunga to'kib solinadi va ustidan mana bu filtr qo'yiladi. Keyin apparatni batareykasini olgan holatda, mana shunday holatda bunga solib qo'yiladi va qopqoq qilib qo'yiladi. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin o'sha granulalar apparatdagi namlikni o'ziga tortib oladi va apparatdan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Yoki bu to'plamda mana shu maxsus grushalar bor. Bu nima qiladi? Agar kondensat quloqchinga kirgan bo'lsa, quloqchinni ehtiyotkorlik bilan yechamiz va uni shunday holatda puflab chiqarib yuboramiz. Mana ko'rganingizdek, suv chiqdi ichidan. Yana buni olib sal artib salfetkada yana joyiga ulab qo'ysak, apparat yana oldingidek ishlayveradi. Kondensat juda ham ko'p miqdorda yig'ilib qolganidan u apparatni ovoz kuchaytiruvchi bo'limiga o'tib, apparatni ishdan chiqarib qo'ygan holatlar ham bizda oldin bo'lgan. Shunday holatlarga olib kelmaslik uchun biz vaqtida apparatni servis uchun akustik filiallariga olib borib tursak, bu yerdagi mutaxassislar apparatni ko'rib, haqiqatan ular kirik qilib ketgan bo'lsa, ochib tozalab, yana sizga qaytarib berishadi. Yana bir narsa, o'zingiz uchun ham uy sharoitida apparatni o'sha har kuni yechib qo'yganingizdan keyin mana shunday kapsulaga solib qo'ysangiz, u sizga ancha vaqt xizmat qiladi. To'plamimizda kapsula va uning granulasidan tashqari qo'shimcha yana mana shunga o'xshagan ro'molcha chiqadi. Bu ro'molcha namlikni o'ziga shimib olishga yaxshi va shotka chiqadi. Agar apparatni tozalash kerak bo'lsa, shuni tozalasa ham bo'ladi va uning uchida maxsus magniti bor. Bu yordamida batareykani apparatga joylashtirsangiz bo'ladi. Va yana oxirgi qurilmamiz, bu batareyka testi hisoblanadi. Bu nima vazifani bajaradi? Bu qurilmangizdagi batareyka quvvatini tekshirib beradi. Qolmagan yoki qancha qolganini. Mana shunday batareykani bundoq qo'ysangiz, chiziq chiqadi. Chiziqlar to'liq bo'lsa, to'liq yoki sekin pasayib borsa, kam qolgan bo'ladi. Umuman chiqmasa, batareykasi o'sha qolmagan bo'ladi. Xuddi shu hamma narsalar shu to'plam ichiga kiradi. Siz bu to'plamdan hamma filiallarimizda mavjud. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.